Sizga ayolingizning nimasi yoqmayapti? Er har kuni tongda ayolini malomat qilardi. Kechasi bilan xurrak otding, yaxshi uxlashimga xalaqit qilding. Ayol esa uni inkor qilardi. Biroz xijolat, biroz xafalik bilan o'zini himoya qilishga urinardi. Bir kuni kechasi er ayolining xurrak tovushini ovoz yozish moslamasi bilan yozib oldi. Ertalab ayoliga uni eshittirib, aybiga iqror qilishni, o'zi bu borada rost so'zlaganini isbotlab qo'yishni istagandi. Tong otdi. Er qo'lida ovoz yozish moslamasi bilan ayolini uyg'otdi. Nogahon ayoli umuman nafas olmasdi. Ayoli vafot etgandi. Shu kundan boshlab ayolining yozib olingan xurrak tovushi er uchun qayta eshitish imkoni bo'lmagan, eng yoqimli, shu bilan birga eng ko'p sog'inadigan ovozga aylandi. Shu kundan boshlab er har kuni kecha shu xurrak ovozni eshitmasdan uxlamaydigan bo'ldi. Yana bir o'ylang, sizga ayolingizni nimasi yoqmayapti?